Hurmatli obunachilar, go'shtxona bor. Arendaga. Mana bu Rayhon. Mana bu Rayhon. Mana bu Dubay. Bilasizlar, buni endi go'shtxonaga kelib yurgan sho'rchini xalqi biladi-ku. Bu yerda 8 ta xonasi bor ekan. Banketni zallari ham bor ekan, tayyor. Mana bu Dubay. O'shaning o'rtasida, ikkalasining o'rtasida endi bilasizlar, go'sht markazi bo'lib qolgan bu yer. Joy so'rab yurganlar go'shtxonaga bo'lsa, mana tayyor. Yana eng qizig'i 50 ta mashina ketadigan orqa tarafda parkovkasi ham bor ekan. Mana bu uyimiz. Hozir kirib ko'ramiz hovlilarni. Faqat hovlini ko'rsatib chiqsam bo'ladi, uylarni o'zlaring kirib ko'raverasizlar. Mana turishiga 4 ta 5 ta xona ekan bu tarafi. Bu yoqda bitta, ikkita, 3 ta xona bor ekan, katta-katta bu yoqda ham. Mana konsoner ikki tomonda ham bor. Yana kam kutiga bo'lsa qilib olasiz. Mashina manadan o'tib ketaveradi hovlidan. Orqa tomon ochiq turibdi, hozir ko'ramiz uni. Gaz, suv, svet, Wi-Fi hamma sharoit bor. Mana hovliga bir 100 tachalar odam ketadigan joy qilib qo'ysalaring bo'ladi. Mana hovlisi bog' bo'lib turibdi. Salqin. Mana xonalarni ham ko'rsatib o'tib ketdik boshida. Mana xonalari. Отдельно kabina qilasizlar buni. Mana yana uzun xonasi, katta. Kondisioneri ham bor, banketni zal qilsalaring bo'ladi. Bu yoq tarafda ham bor, shunday katta uzun zal, kondisioneri ham bor. Bu yoqda ham bitta, ikkita, 3 ta xona, 8 ta xona bor-da, qisqasi. Mana Wi-Fi. Mana gaz. Hovlini qaranglar. Keyin xonani ham erinmasdan ko'rib ketek. Mana xonalari. Shuna chiqamiz. Chiqqanda bu yoqda ham ikkita xona bor yana. Bu yoq tarafda, bu yoq tarafda. Mana u qishda isiydi, hippillab turib. Mana keyin bu yoqda ham lestnisadan chiqsalaring, ichkarida ham 3 ta xona bor.